Endi shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi respublika bo'ylab tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar asosida 2025-yilning mart oyidagi biznes muhitini tahlil qilish natijalarini taqdim etdi. Yaxshi xabar bor. 2025-yil birinchi chorak yakunida mazkur indeks bo'yicha respublikaning barcha hududlarida o'sish kuzatildi. Batafsil hozirgi lavhamizda so'z boradi. Markaz ma'lumotida qayd etilishicha, mart oyida biznes muhiti indeksi o'tgan oyga nisbatan 8 bandga o'sib, 61 bandni tashkil etdi. Bu O'zbekistonda biznes muhiti holatining ijobiyligini anglatadi. Shuningdek, biznesning istiqboldagi kutilmalari indeksi 9 bandga o'sib, 77 bandni tashkil etgan. Biznes muhiti indeksini sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, mart oyida eng ijobiy, eng yaxshi o'zgarishni qishloq xo'jaligi ko'rsatgan. Xususan, qishloq xo'jaligida biznes muhiti indeksi 24 bandga yaxshilangan va 69 bandgacha ko'tarilgan. Bunga bir qancha muhim omillar, jumladan qishloq xo'jaligidagi talabning ortganini qayd etgan korxonalar ulushini 7% ga o'sgani va optimistik kayfiyatni 4% ga yaxshilangani sababchi qilib ko'rsatish mumkin. Xizmatlar sohasida ham biznes muhitini yaxshilangani qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 6 bandga yaxshilanib, 58 bandga yetgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra 31% tadbirkor biznesi so'nggi 3 oyda yaxshilanganini, 39% esa mahsulot va xizmatlarga talab ortganini qayd etgan. Bundan tashqari har 5-korxonaning xodimlari soni ko'paygan. Respondentlarning 76% kelgusida biznes holati yanada yaxshilanishini, 8% esa o'z mahsulotlari narxini pasayishini kutayotganligini bildirgan. Tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada dolzarb muammolar ham so'rab o'tilgan. Sanoatda korxonalarning 13% hali ham moliyalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelayotganligini ko'rsatgan bo'lsa, xizmatlar sohasida bu ko'rsatkich oy davomida 10% ga oshgan. Elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat barqaror. Qishloq xo'jaligida elektr ta'minotidagi to'siqlar 4% ga, qurilishda esa 2% ga kamaygan. Shuningdek, ekspertlar doimiy ravishda respublika bo'yicha ishbilarmonlik faolligi indeksini ham baholab bormoqdalar. O'rganishlarga ko'ra, ko'rsatkich mart oyida 1191 likni tashkil etib, 2025-yil fevral oyiga nisbatan 19% ga, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 29.2% ga sezilarli oshgan. Hududlar kesimida ayniqsa Sirdaryo viloyatida eng yuqori o'sish qayd etildi. Xususan, Sirdaryoda 45.5%, Andijonda 42.8%, Qashqaryoda 42.2%, Jizzax va Buxoro viloyatlarida 40.1% ni tashkil etdi. Shuningdek, 2025-yil mart oyida banklararo to'lov operatsiyalari soni 5.923.000 tani tashkil etdi va o'tgan oyga nisbatan 3% ga kamaydi. Respublika tovar xomashyo birjasida asosiy 34 turdagi tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2025-yil mart oyida 7.4 trillion so'mni tashkil etib, tovar xomashyo birjasidagi faollik oldingi oyga nisbatan 47.8% ga ortdi. Ushbu davr mobaynida 339 ta yangi brendlar ro'yxatga olingan bo'lib, o'tgan oyga nisbatan 3.7% ga kamaygan bo'lsa-da, xo'jalik yurituvchi subyektlarning faolligi 4.6% ga oshgan. Ma'lum qilishicha, yirik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 642 taga oshgan. Kichik korxonalar soni 2523 taga ko'paygan. Umuman olganda, mazkur yo'nalishlarni tahlil qilish, iqtisodiyotning o'sish yoki pasayish holatini bilishga, sohalardagi muammolarni o'rganish va ularning rivojlanishini oldindan prognoz qilish uchun muhim hisoblanadi.